Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimizni muntazam kuzatib kelayotgan bizni aziz muxlislarimiz, hurmatli obunachilar, bu hozir bizda kameliya gulimiz mana shunday katta shunaqa holatda. Zakazlarga juda ham ko'p chiqazyapmiz. Ko'pchilikda bo'ladigan narsa, ko'pchilik kameliya olgandan keyin muhim narsani aytaman hozir. Ko'pchilik kameliyani olgandan keyin mana shunday bo'lib baklar, g'unchalar to'kilib ketadi. Baki ham, g'unchasi ham. U nimadan desanglar, eng nimasini aytaman. Kameliya guliga yozda ozginadan bakiga sprey qilsanglar bo'ladi, lekin qish faslida shunaqa sprey qilsanglar baki g'unchasi mana shunday to'kilib ketadi. Lekin kameliyani mana shunday g'unchalari aniq yorilishi uchun unga iloji boricha tagidan ko'proq suv berasizlar. Biz bularga deyarli 2 kunda bir hozir beryapmiz. Bizni teplitsamizning harorati kechasi 15, kunduzi quyosh chiqqaniga qarab sizlar. Hurmatli obunachilar, agarda sizlarda uylarda kameliyalar bo'lsa, 20 gradusdan yuqori bo'lsa uydagi harorat, shunga qarab suvni ko'proq beraverasiz. 20 dan yuqori bo'lsa, har kuni bersangiz ham bo'laveradi. Tagidagi nami qochib qochmasdan suv beraverasizlar. Ko'ryapsizlar, mana yorilyapti. Juda ham chiroyli gullab turibdi. Mana buni qaranglar. Bunda juda ham ko'p mana gullarimiz. Mana bu kameliyalarimiz kelganda g'unchalar juda ham kichkina edi. Hozir endi rosa yetilyapti. Mana hammasini g'unchalari bir chekkadan yetilyapti. Hurmatli obunachilar, bularimiz sotuvda bor. Mana ko'rib turibsizlar. Inshaalloh yangi magazin ochish niyatimiz bor. Mana shuni ochganimizda shu kunlarda hal bo'lib qoladi. Ochganimizda aksiya qilamiz. Aksiyamizda ishtirok etish uchun bizni kanalimizga kuzatib boringlar, hurmatli obunachilar. YouTube kanalga ham, Telegram kanalga ham qo'yamiz. Mana bu gullarni ko'rib nima deysizlar? Qaranglar, mana kameliyani qaranglar, qanaqa chiroyli turibdi. Mana shunaqa shirin bo'lib gullab turibdi. Buni mana shunday boqish uchun keyin ko'pchilik kameliyani olib turib oddiy tuproqqa tuvaki ekib olgan. U umuman mutlaqo noto'g'ri. Agarda siz buni tuvaki ekaman desangiz, albatta kisloy torfga ekasiz. Agarda yo'q, hovliga ekaman deydigan bo'lsangiz, hozir buni oladigan bo'lsangiz, hozir prям buni hovliga ekalmaysiz. Nimagaki bu teplitsada issiqda turibdi. Hozir olib uyda boqib turib, bahordan tashqariga olib chiqib turib, keyin уже moslashtirib ketsangiz bo'ladi. Hozir buni shunday olasiz, tuvayda boqasiz, bahorda hovliga eksangiz bo'laveradi. Agarda yo'q, men prямо hovliga ekishim kerak desangiz, kutib turasiz. Prямо ekib qo'ysangiz, ozgina baklar to'kilib o'zini g'alati his qiladi. Bu qishin yozin shunday gullab turadi. Yozda biroz dam oladi, lekin gullar qatori bu ham ozgina dam oladi. Lekin g'unchalari mana juda ham ko'p. Bizda sotuvda bor. Teplitsamizda shifleralarimiz ham bor inshaalloh. Magazinda ochganda alohida aksiya qilamiz. Hammani kutib turinglar dedim. Kutib turasizlar. Shu kunlarda kanalimizga kuzatib turasizlar. Telegram, YouTube, Instagram 3 ta kanalimiz bor. Uchalasida ham qo'yamiz. Aksiyalarimizni, magazinimizni adreslarini tashlaymiz inshaalloh. Hammanglarni zakazlar kutib qolamiz va bizni kuzatishda davom etinglar. Yangi ochilgan magazinimizni ham hammangizlar kutib qolamiz. Sovg'alarimiz bo'ladi u joyda ham kelganlar uchun. Albatta, kameliya gulini menimcha hammasini aytdim. Dorulash shart emas, bularni dorulash shart emas. Dorilamasdan bizda ko'pchilik kameliya mana olib ketyapti, qanaqa dori bersam bo'ladi deydi. Biz birinchi beradigan savolimiz, u qanaqa joyda turibdi, nimaga ekkansiz? Kisloy torfda bo'ladigan bo'lsa, u o'zini juda ham yaxshi his qiladi va suvini qanaqa beryapsiz, necha mahal beryapsiz desam, bir haftada bir deydi. U to'g'ri kelmaydi kameliyaga, ko'proq suv berish kerak. Yana ham g'unchalar ochiladi. Qancha bu kameliyani 70% suvdan iborat, shuning uchun ko'proq suv berasizlar. Keyin kameliyani mana shu shoxidan ko'paytirsa bo'ladi. Bu уже biz eksperimentdan o'tdi. Уже qalamcha qilib ko'paytirdik ham desaga bo'ladi. Hurmatli obunachilar, uni alohida video qilamiz inshaalloh. Hammangizlarni 3 ta kanalimizga kutib qolamiz. Instagram, Telegram, YouTube'da. Kim Instagram kanalimizga ulanmagan bo'lsa, ulanib olinglar. U joyga ham juda ko'p gullarni qo'yib turamiz. Yangiliklar nima bo'lyapti, hammasini qo'yib boramiz. Lekin YouTube kanalidagi ko'pchilik obunachilarimiz bizni Instagram, Telegram orqali kuzatmaydi. Hammanglarni shu kanallarimizda kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.